GTC FX platformasida balansni to'ldirish tez va qulay jarayon. Boshlash uchun chap yon menyudan depozit bo'limini oching. So'ngra mavjud to'ldirish usullari ro'yxatidan USDT kriptovalyutasini tanlang. Ochilgan oynada mablag' tushishi kerak bo'lgan hisobni ko'rsating, masalan MT5 savdo hisobingizni. Shundan so'ng to'ldirish summasini dollarda kiriting. Tasdiqlash tugmasini bosing va ochilgan oynada to'lovga o'tish uchun Go to Pay tugmasini bosing. Yangi oynada siz kriptovalyutani o'tkazish uchun TRC kechmi kabi qulay tarmoqni tanlash, shuningdek Binance Pay yoki BEP kechmidan foydalanish imkoniyatiga egasiz. Ushbu bosqichda o'tkazma tarmog'ini to'g'ri tanlash muhimdir. Bizning misolimizda BEP kechmi tarmog'i ishlatilmoqda. Shartlarga roziligingizni tasdiqlang, shundan so'ng tizim avtomatik ravishda o'tkazma uchun QR kod va hamyon manzilini yaratadi. Endi mablag'larni yuborishga o'tamiz. Binance ilovasida hamyon yorligini oching va Take Out tugmasini bosing. Paydo bo'lgan menyuda Withdraw bandini tanlang, so'ngra USDT tangasini ko'rsating. Manzilni qo'lda yozib o'tirmaslik uchun manzil satridagi skanerlovchini faollashtiring va kamerani platforma yaratgan QR kodga qarating. Manzil avtomatik ravishda joylashadi. Network maydonida qat'iy ravishda BNB Smart Chain BEP kechmi tarmog'ini tanlaymiz. Unutmang, yuboruvchi va qabul qiluvchi tarmoqlar to'liq mos kelishi kerak. Keyin o'tkazma summasini ko'rsating. Bizning holatimizda tarmoq komissiyasini qoplash uchun $100, 1 sent va Withdraw tugmasini bosing. Tasdiqlash ekranidagi barcha rekvizitlarni tekshiring va Confirm tugmasini bosing. Aktivlaringiz xavfsizligi himoyalangan. Yuborishni Face ID yoki kirish kalitingiz yordamida tasdiqlang. Ajoyib, tranzaksiya qayta ishlashga yuborildi. Atigi bir necha daqiqadan so'ng mablag'lar platforma hisobiga avtomatik ravishda tushadi. O'tkazma holatini har doim Binance'dagi operatsiyalaringiz tarixidan tekshirishingiz mumkin. Blockchainda tranzaksiya tasdiqlangandan so'ng mablag'lar balansingizga o'tkaziladi. Shaxsiy kabinetingizga qayting va hisob muvaffaqiyatli to'ldirilganiga ishonch hosil qiling. Endi savdo hisobi ishlashga tayyor.